Poytaxtimizda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi tashabbusi bilan Yosh kutubxonachilar Respublika ilmiy amaliy forumi o'z ishini boshladi. Mazkur forum yosh kutubxonachi mutaxassislarning kasbiy salohiyatini oshirish, ilg'or tajribalarni ommalashtirish, axborot kutubxona sohasida faoliyat yuritayotgan va ushbu yo'nalishga qiziqish bildirayotgan yoshlarni qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan. Dastlab shu haqida. Yangi Toshkent shahrining qurilishi avvalo ta'lim, ilm-fan va ma'rifat obyektlaridan boshlangani kishini quvontiradi. Bir necha kun avval davlatimiz rahbari ushbu yangi shaharning ma'rifat maskani O'zbekiston Milliy kutubxonasining yangi binosidagi qurilish ishlarini ko'zdan kechirgan edi. Joriy yilda foydalanishga topshirilishi kutilayotgan kutubxona bir vaqtning o'zida 1420 nafar kitobxonga xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tashrif davomida Prezident Shavkat Mirziyoyev qurilish va jihozlash ishlarini sifatli yakunlash, raqamli xizmatlar hamda foydalanuvchilar uchun yaratiladigan sharoitlarni o'zaro uyg'un tashkil etish bo'yicha aniq ko'rsatmalar bergan edi. Albatta bu kabi zamonaviy zarlarni mazmunan to'ldiradigan, raqamli texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etadigan omil bu shubhasiz yangicha fikrlaydigan yosh kadrlar va ularning innovatsion g'oyalaridir. Sababi axborot va sun'iy intellekt texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan bir paytda kutubxonalar ham innovatsion axborot resurs markaziga aylanishib, zamon talabi bo'lib qolmoqda. Aynan ushbu vazifalarni amaliyotga joriy etish maqsadida bugun O'zbekiston Milliy kutubxonasi tomonidan 6-chi Yosh kutubxonachilar Respublika ilmiy amaliy forumiga start berildi. Bugunning kutubxonachisi faqatgina kitob beruvchi emas, u sun'iy intellekt, raqamli texnologiyalar va media savodxonlik chorrahasida joylashgan mutaxassis. Bugun 6-chi Respublika yosh kutubxonachilar forumining aynan mazkur innovatsion markazida o'tkazilishi ham sohaning qanchalar rivojlanganini ko'rsatadi. Joriy yilgi forumda ishtirok etish uchun respublikamizning turli hududlaridan 329 nafar yosh kutubxonachi va axborot texnologiyalari mutaxassislari ro'yxatdan o'tdi. E'tiborlisi axborot kutubxona sohasini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash uchun forum doirasida innovatsion loyihalar tanlovi tashkil etilgan. Aynan shu forumda yoshlar o'z loyihalari, g'oyalarini keyinchalik moliyalashtirishga ham erishishlari mumkin. Tanlovda g'olib bo'lganlar o'z sovrinlariga ham ega bo'lishadi. Tanlovga respublikaning turli hududlaridan jami 76 ta loyiha kelib tushgan bo'lsa, xorazmlik Doston Allaqulov ekspertlar xulosasiga ko'ra yuqori baholanib, keyingi bosqichga yo'llanma olgan 12 loyihadan birining asoschisi. Book City loyihasi deb nomlangan bo'lib, unda kitobxonlar o'yin o'ynash orqali kitob bilan oshno bo'ladi. Ya'ni ushbu o'yin kitobxonlikni yoshlar o'rtasida kreativ va virtual tarzda targ'ib etishga mo'ljallangan. Loyihani yaratishga yarim yil vaqt ketdi. Ushbu g'oya avvalambor jahon miqyosidagi o'yinlarni o'rganib, tahlil qilib, yosh kitobxonlikka qanday yo'naltirsa bo'ladi, ushbu holatlar o'rganib chiqib, o'shalardan ilhomlangan tarzda tayyorlandi. Yangi Toshkentda qad rostlayotgan zamonaviy milliy kutubxona binosi va bugun o'z ishini boshlagan forumdagi yosh mutaxassislarning innovatsion g'oyalari mamlakatimizda ta'lim, ilm-fan va ma'rifatga berilayotgan yuksak e'tiborning amaliy uyg'unligidir. Said Akbar Mo'minov, Husniddin Nuraliyev, Abbosud Bosarov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.